Mana do'stlar, bir paqir suvga 3 qovusha litrdan tashaveramiz. Mana 3 qovusha litr tashaverasizlar va buni ozgina aralashtirib olsalaring yana ham yaxshi bo'ladi, tezroq erishiga sababchi bo'ladi. Mana do'stlar, ko'rib turganlaringdek sho'rlamaydigan g'ishtda o'zi bo'lmaydi va albatta bu g'ishtlarimiz hozir Qirg'iziston Bishkek shahrida Sonyani g'ishtlari. Ba'zilari yaxshi chiqyapti, ba'zilari endi ko'pincha baribir g'isht sho'rlaydi. O'shaning uchun bu g'ishtlarni sho'rlashiga davo albatta bor. Buning uchun o'sha slitra bilan yuvib chiqiladi. Mana do'stlar, sho'rlagan g'ishtlarni yuvish jarayonlarini boshlayapmiz. Iloji bo'lsa, o'sha sepish jarayonlarida, yuvish jarayonlarida mana bunday apparatlardan foydalansangiz eng yaxshi bo'ladi. Mana do'stlar, ko'rib turganlaringdek, mana sho'rlarni birpasda yo'q qiladi. Bu oddiy o'zimizning slitra bilan yuvib chiqaverasizlar mana shunday qilib. Ko'rib turganlaringdek, uning ustidan slitra bilan yuvib bo'lganimizdan keyin ustidan bitta gruntovkani beramiz va shikaturkani boshlayveramiz do'stlar. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, bitta mehnatimizga like bosib qo'ysanglar, sog' bo'linglar. Mana do'stlar, o'zi bu tomoni o'zi eski g'isht va yangi g'isht urilgan joylari mana hozir yuvib bo'lingan, yuvib bitilgan tomoni mana ko'rishlar mumkin. O'zi sho'rlarni yuvib chiroyli qilib qo'ygan, mana ko'rishlar mumkin.